Бүгін мен өзім бая тоныштырғандек, мына Францияда жемешінослықта докторлық оқимын. Докторлық темам, насаслық темам ұйғыр диаспорасы, дүниялық ұйғыр диаспорасы. Диаспора деген сөзіні бая бір сорды, диаспора деген немеген кептеп. Мұндақчы ұйғыр тілдіке адди сөзілен епесақ, диаспора деген сөз көшмәлі группасы дегенді білдірді. Лекен әмді көшмәлі группасы қандақ группала көшмәлі диаспора шекіллендірі әлейді. Әмі көшмен группаларының ғамысы диаспора деп атыламды деген мәселді. Яны қарашыла оқшаш емес. Шуның үшін бүгінгі мақаламның сілерге оқиған мақаламы şu темада, çünkü Fransa'da bu meselеге жық түш келдік. Yani диаспора мәселесі де işleydi қалларынки ve dağlıq erbapların bu sahadaki dağlıq tədqiqatçılarınki mutlaq köpçülüki Yahudiler ve Yahudilerden ve Ermeniler. Çünkü köşmellikni bula baştan jıq keçirgenligi üçün bu vaqtki tədqiqatlamı asasen muşularının qoluda bulapmı Amerika'da ve Fransa'da. Şuna Uygurlar meselesi de diaspora şekillendirumdaki emmemdi. Bunun da Fransa'da xeylicik diaspora tədqiqatçılar arasında uyğulu oldu. Çünkü bazılar bunu asasen Uygurlar hiç kim kullanğanı yok. Lekin aldı bilen şu medyalar yani axbaratlar kullandı başta. Şunu axbaratlar kullanğan eken bağan sıra ançmunca bizninki çetelki Uygurlar içidimi kullanışqa başladı. Şunda bağlıq üçün ben başlagan vaqtımda ben bunu magistrlıqtaki vaqtımda başlagan. Magistrlıqta şu meseleni oturup koygan vaqtda menin bazı okutucularımı Uygurlar diaspora şekillendirmeydi. Nimdep şekillendirdi. Köşmen bolğan adam diaspora dep atamsızlar dep şu mesele oturup koydu. Şunun üçün keyin doktorluq temamni Uyg'ur diasporasi haqida qilishga urundim yani. Diaspora degan nima? Diasporani abiyam Uyg'urcha oddiy til bilan aytsaq, mana ko'chmanlar gruppasi deganni bildirdi dedim. Mana diaspora degan so'z aslida İbranicha galut degan so'zdan kelgan. Galut degan so'zningki diaspora degan so'zning o'zi qadimiy Yunoncha. Qadimiy Yunonchada diaspora deganlik mustamlikaga oid mustamlika ko'chmanlikni bildirdi. Ya'ni mustamlikadan kelib chiqqan ko'chmanlikni diaspora deb atagan. İbranicha galut degan so'zmi Yahudilarninki Palestindan qo'g'inib chiqqandan keyin Palestin sirtidagi barliq Yahudi grupalarini diaspora deb galut deb atash bilan barliq kelgan. Uni qadimiy Yunoncha diaspora deb tarjimalangan. Endi mana Şuna diaspora deganimizda birinchi bo'lib anglaydiganimiz Yahudilar diaspora so'zi Yahudi ko'chmanligidan kelgan. Asli diaspora atalg'usi 60-yillarga qadar Yahudi bay deganimdek Yahudi ko'chmanlar uchun, dunyodagi Yahudilar uchun qo'llanilgan. Onun keyinden bo'lsa 60-yillarda nimishqa o'zgardi deganda 60-yillarga kelganda Amerikada irqiy masala bag'asir kuchayib ketganligi uchun bilasizlar 60-yillardagi Amerikani nayt ig'ir aqtaliklar bilan qartaliklarniki ayrilib bir qartaliklarniki aqtaliklar bilan bir yerda o'tirmaslik, bir yerga kelmaslik degandek irqiy kamsitish ig'ir mazgilida va irqiy bir-biri bilan to'qinish ig'ir bo'lgan mazgilda undan keyin Amerikadagi Amerikadagi tegi afriqalik bo'lgan amerikaliklar Afrika diasporasi degan narsani o'tirib qo'ygan. Shundan keyin biz diasporani tunji qitim boshqa bir qavm, boshqa bir nimaga gruppaga ishlatdik. Undan keyindan bo'lsa 70-yillardan boshlab 70-yillarda bu Ermeni diasporasi degan narsa shakllandi. Ya'ni ko'chman Ermenilar 1915-yildan e'tiboran Ermeni vaqasi bilan sirtqi taqilib ketgan Ermeni ko'chmanlari uchun Ermeni diasporasini 70-yildan tatib qo'llanishga boshladi. Undan keyindan bo'lsa 80-yillarda keyindan Livan va bo'lib Jongo ko'chmanligi, Xan ko'chmanligi ko'chman gruppalarini biz Jongo
Джунго диаспорасы деп аташқа башладық. Меніңше болғанда хан диаспорасы десе тоғыррақ. Оның кейінеден болса 90-чы жылдардан башлап, яғни 80-чы жылдардың ақырдан башлап, ең технология болып интернеттің қолынышы білен, оның кейінен біз күтілмеген ең диаспоралы барлық келішкі башылды. Яғни Тибет диаспорасы, Палестин диаспорасы, Күрд диаспорасы вә Уйғур диаспорасыға қадарлық ең диаспоралы шекелінішкі башылды. Mana Uyg'ur diasporasining kimi bir qismi. Diaspora diaspora haqida boya deganimdek talash-tortishni aytdi nurg'un. Diasporani asos ustida asos ishlaydigan tadqiq qiladigan jamiyatshunoslar va boshqa kasbdagi boshqa sohadagi diaspora tadqiqotchilari bu haqda ikki xil qarashda. Birisi ya'ni ishlatilish doirasi qarab, ya'ni cho'ng doiralik, ya'ni keng ma'nodagi diaspora va tor ma'nodagi diaspora deb. Keng ma'nodagi diaspora deganimizda keng ma'nodagi diasporalar barliq sirtdagi ko'chmanlarning hammasini diaspora deb atashni keng ma'nodagi diaspora deb nim qiladi. Buningda faqat ko'chman bo'lib qolmasdan, ya'ni masalan barliq doiradagi o'z davlatidan, o'z rayonidan chiqib ketganlarning hammasini ko'chman, hammasini diaspora deb ataydi. Uning keyin lekin buningga mutlaq ko'p qism jamiyatshunoslar qarshi, buningga jamiyatshunoslar assotsiatsiyasi buningga qarshi. Hamda tor ma'nodagi diasporani vakillik qilganlar shu tadqiq dangliq nima bu sohadagi ko'zga ko'ringan dangliq tadqiqotchilar, masalan Robin Cohen, masalan, uning keyindan bo'lsa William Safran qatorliqlar shular dangliq hamda nima Yahudi, Amerikalik Yahudi diaspora tadqiqotchilari. Bular bo'lsa tor ma'nodagi diasporaga nima qiladi, vakillik qiladi. Ham buning bo'yicha diaspora deganimizda bir necha shartni hozirlash kerak. Ya'ni bu shartlarda nima masalan o'z davlatidan boshqa nima 2 yoki 3 oz deganda davlatga va rayonga tarqalib ketgan bo'lishi, uning keyinidan uningdan boshqa nima tarqalib ketish vaqtida ma'lum bir hasratlik va tragediyalik bir tarixiy xotirasi bo'lishi, ya'ni ko'chmanlik xotirasi bo'lishi, uningdan keyin yana o'z davlatidan asl davlat ma'lum bir g'oyiviy yoki rost bir qaytish davlat asl davlati bo'lishi va bu davlatga ma'lum bir kun qaytib ketish istagi armoni bo'lishi, uning keyin yana o'zlari joylashgan sohibxon davlatlarda osonlik hisoblanishi, undan boshqa o'zininki asli davlatiningki madaniyatini ma'lum turda bo'lsa saqlagan bo'lishi va boshqa dunyodagi barliq boshqa o'zlarining guruhlari bilan bir nima xalqarалық ulanish hosil qilgan bo'lishi. Uningdan boshqa bo'lsa yana o'zi turayotgan shu mehmon davlatda, sohibxon davlatda o'zining ovozini olishga tirishgan bo'lishi. Uningdan boshqa oxirgi bir shart, ya'ni o'zining asl davlat bilan sohibxon davlat orasida ma'lum jihatda ko'riklik rol o'ynashga tirishgan bo'lishi va ko'riklik rol o'ynashi degandek shu shartlarni qo'ydi diaspora. Lekin endi qarasak bu diasporalar, bu shartlarga qarasak bularning hammasi klassik diasporalarga vakillik qiladi. Ya'ni klassik diaspora deganimiz siyosiy diasporalar. Masalan, Yahudi diasporasi bo'lsin, Armeniya diasporasi bo'lsin, bular siyosiy diasporalar. Uning keyinidan masalan Jongo diasporasi, Livan diasporasi degandek diasporalarga qarasak bular iqtisodiy diaspora. Shu ma'noda qaraganda xarakteriga qarab yana diasporalar siyosiy diaspora, klassik diasporalar. Uning keyin iqtisodiy diaspora, uning keyin hamda hozir 90-chi yillardan beri muhitning bulg'unishi bilan muhit diasporasi chiqdi. Ya'ni muhitning bulg'unishi sababidan boshqa yerlarga ko'chishga majbur bo'lganlar. Uningdan keyin bo'lsa yana kasbiy diaspora degan narsa chiqdi, lekin kasbiy diasporani hozir jamiyatshunoslikda e'tirof qilinmaydi. Bundan boshqa ba'zilar hatto feminist diasporasi degan narsa o'tirg'i qo'yishdi, lekin bular asosan e'tirof qilinmaydi.
Әмде kim диаспора şekillendire aleydi, kim şekillendiremeydi, bunu belgileydiğen kim әмде. Degende biz nima Fransiya'nın ki dağınıq bir diaspora tədqiqatçısı Stéphane Dufois 4 xil şartını oturup koydu diaspora buluş üçün. Onu asli dövlətinin rəhbərləri qo'llanishi kerak bu sözünü. Onun kendi mehmon dövlət meyada söz xata qapdı. Sahibxon dövlət rəhbərləri qo'llanishi kerak. Onun da başqa diaspora vekilleri ve diaspora tədqiqatçıları qollansa, onun kendinden şu toplumga, köşmen toplumga diaspora deb qo'llana alaymiz deydi. Meningçe bizning özümüzningki tecrübemizni aytib aytganda, Uyg'ur diasporasının tecrübesini aytib aytganda, meningçe bularning zarur yana medialar, axbaratlarning qo'llanishi intayin muhim, yani axbaratlar qo'llansa onun kendinden keng doirada yeyiladi, shuning bilan kallaga kirib ketadi. Shuning bilan hatto o'zimizni qo'llanishga başlaymiz ixtiyorsiz. Bunga meningcha cho'qim axbaratlarni qo'yish kerak deb o'ylayman. Masalanga buningki masalan axbarat Falastin diasporasini olsak masalanga Falastinliklarninki ma'lum qismlari diaspora degan so'zni qo'llanishni xohlamaydi. Nemishqa? Chunki masalan falastinlik tadqiqotchilardan bir Kadami degan bir tadqiqotchi bor, jamiyatshunos. Uning qarashicha diaspora degan so'z falastinliklarninki siyosiy ko'rinishini yuvitadi. Ya'ni masalanga ular sirtki falastinliklar uchun diaspora sözlük qaraganda refugee, yani panachi sözünü qo'llanishini to'g'ri qaraydi. Chunki shunda bo'lganda panachi so'zi ularning siyosiy jihatdan, siyosiy sababdan sirtqi tarqalib ketganligini ko'rsatiladi. Chunki ular aytganda haqiqatan Falastin toplumlari ichida hammasi shu siyosiy sababdan, ya'ni o'z davlatidan siyosiy sababdan ayrilgan holda chiqqanligi uchun ular yani diaspora so'zi qaraganda refugee so'zini, ya'ni panachi so'zini qo'llanishini to'g'ri topadi. Ondan keyin chet eldagi Uyg'urlar diaspora shakllanadi, nimaga foydasi bor deydi chet eldagi Uyg'urlarningki. Hamda meningcha bo'lganda Uyg'urcha diaspora so'zi uchun surgun so'zini men to'g'ri topdim. Ham surgun so'zini to'g'ri topdim, lekin shunday bo'lsa-mu, hamda Uyg'ur diasporasi biroz boshqa diasporalarga qaraganda o'xshamagan jihatlari bor. Uyg'urlarningki ko'chmanlik tarixiga qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur ko'chishi ko'ch davridan boshlangan. 19 asrning yarmidan itibaren Yaqubbek 19 asrning yarmida ko'ch davriga qaraydigan bo'lsak, Rossiya 1861-yildan 1871-yilgacha 10 yil ili vadisini, ili rayonini besib oladi 10 yil. Ya'ni uchoqlar, ya'ni Rossiyaninki O'rta Osiyoni besilish davriga to'g'ri keladi. O'rta Osiyo besib olgan chaqda ili rayonini besib oladi. Shu chaqda uchoqlarda nurg'un il rayonidagi Uyg'urlarni majburiy Yettisu vodiysiga ko'chirgan. Ya'ni u majburiy ko'chish bo'lib, haqiqatan xuddi rasmiy bir surgun tariximizga vakillik qila oladi. Ya'ni eng dastlabki surgun tariximiz, ya'ni yaqinqi zamondagi surgun tariximizga vakillik qila oladi. Uning keyinidan bo'lsa, Yaqubbek davlati, janubda Yaqubbek davlati g'ulg'andan keyin nurg'un janubdagi Uyg'urlarmi majburiy va o'zlari bir tarafdan Xitoy hukumatining qo'shgan holda Turkiy davlatlarga, yaqin atrofdagi Turkiy davlatlar va Turkiy xalqlarga ko'chishga boshlaydi. Shuning uchoqlarida nurg'un zo'r ko'lamli ko'chish berildi. Undan keyin 3-qitimliq ko'chishimiz bo'lsa, avtonom rayonning qurilishi bilan, ya'ni Uyg'ur Jumhuriyatining qurilishiga ergishib avtonom rayonning qurilishi bilan nurg'un yana Uyg'ur siyosiy arboblar va
qo'l ilkida bor Uyg'urlarimiz chet elga chiqishga boshlaydi va undan boshqa yana albatta Uyg'ur ziyolilar chet ellarga oqadi. Bo'libmi chet elga oqqan chaqlarda u chaqlarda shu chaqcha Uyg'urlar nima asosiyatdan yaqinqi davlatlarga qochgan, ya'ni atrofdagi qo'shni davlatlarga. Ham nimishki bundaq deb qarasak, ham Simon bir Fransiyaning bir geografiyashunosi Simon Gildas bundaq deydi. İnsanların köçüşü aldı bilen özününki rayonunun etrafına köçüşü başlaydı ve onun da jiraklap ketmeydi asas cihetten. Neymiş degeni çünkü ma'lum bir sebeplerden köçüşü mecbur oldu ve şu sebepler tügenge kadar hamını bir günü özümüzün oyumuzga qaytib ketimiz degan umidda qo'shni yerlarga köçüşü başlaydı. Şu asas cihetten köçüşünün mutlaq ko'pchiligi etrafdagi davlatlarda bo'ldi. Uyg'urlarning mu qarasak, sirtki Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi O'rta Osiyodagi Turkiya Cumhuriyetlarida. Shunda bo'lgan undan boshqa yerlarda azroq, ya'ni onun kaynidan boshqa ko'chlar qarsaqmi Afrika, masalan, Yevropaga qo'shaydi, Afrikaliklar besib ketdi deb, amaliyotda Yevropaning oladigan intayin kichik 1% mutlaq ko'pchiligi Afrikadagi qo'shni davlatlarga markazlashgan bo'ladi, mutlaq ko'pchiligi. Shunga o'xshash Uyg'urlarmi nima Jungoning ishni siyosatiga qadar atrofdagi davlatlarga joylashgan asosiy jihatdan, ya'ni albatta sirtqi davlatlarga joylashganlarmi bor, lekin mutlaq ko'pchiligi atrofdagi davlatlarga joylashgan. Undan keyin ishni ichitish davrida, ya'ni 1980-yillardan keyin 80-yillarning oxiridan keyin Uyg'urlar sirtqa ko'plab yiqishga boshladi, bo'libmi keyin savdo bilan, o'qish bilan chiqishga boshladi, ya'ni buning bilan Uyg'urlar faqat atrofdagi mamlakatlarga yerli nima qilib qolmay, ko'chib qolmay, bo'libmi Yevropaga va Amerikaga, ya'ni g'arb davlatlariga ko'chishga boshladi. Ve şu taraflarga bilim tahsil qilishga boshladi. Hamda buning sababimi albatta bir tarafdan akademiya, ya'ni o'rganish o'qish sabablari bilan albatta biz g'arb davlatlarini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lsak, shularning o'qish sifatini oldi bilan ko'chgan bo'lsa, yana bir tarafdan bo'lsa, siyosiy jihatdan atrofdagi davlatlar Jungoning kuchli qo'l ostida bo'lganligi uchun, shularning Jungoning ma'lum kontrolida bo'lganligi uchun siyosiy siyosiy arboblar va yoki siyosiy sababdan chiqqan Uyg'urlar shuni bakrak g'arb davlatlariga ko'chishga boshladi. Undan keyin Uyg'urlar diaspora shakllantiriladi. Endi buni qarasak, Abayqi 7 shartga qarasak, Uyg'urlar haqiqatan 3 qit'aga bo'linib ketgan. Osiyo qit'asi, Yevropa qit'asi va Amerika qit'alariga 3 qit'aga chechilgan. Undan keyin zo'r ko'lamli bir echinishlik tarixiy ko'chish sababi bo'lgan. Bu endi biz buni endi nimlab olamiz deganda 1949-yili Yangi Jungoning qurilishini biz Uyg'urlarning ko'chish nuqtasi deb qaraymiz. Chunki nima deganda 49-yildan burun qanalmasın Uyg'urlar qisqa mezgillik o'sma o'z jumhuriyatini qurganligi uchun jumhuriyat qurilishidan burungi ishlar Uyg'urlarning ko'chish markaziy nuqtasi bo'lolmaydi. Shunga o'zining jumhuriyati, o'zining davlati g'olab tashlangandan keyin ko'chish, undan keyin ko'chish markaz nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Shunga keyin endi biz Uyg'urlarning ko'chish markazini Yangi Jungoning Abnur rayonining qurilishi, Abnur rayonining ilinishi bilan boshlaymiz. Undan boshqa muqim bir asl davlati bor. Uyg'urlarning muqim bir asl davlati bor va shu kuni bir kuni shu davlatga qaytib ketish umidi bor albatta. Undan boshqa asl davlati bilan aloqani saqlab kelgan. Ya'ni bu yana bir Uyg'ur diasporasining shakllanishidagi bir narsa. Amki gapmaydi. Uyg'ur diasporasi 80-yillardan boshlab shakllanishga boshladi. Nemishqa undan burun Uyg'ur diasporasi deb atamaymiz deganda, chunki bir tarafdan 80-yillarga qadar Uyg'ur rayoni sirtqa ichilmagan. Shunga sirtqa Uyg'urlarning Uyg'ur rayoni bilan aloqasi yo'qdi. Ishni sirtqa ichish siyosati bo'lgandan keyin 80-yillar bo'libmi internet o'tirig'i chiqqandan keyin undan keyin Uyg'urlarning asl davlati bilan aloqasi barliq keldi va qo'yiqlashdi hozir bo'lgan seri. Undan boshqa bo'lsa asl davlati bilan sahibxon davlat orasida Uyg'urlar bir rol o'ynaydi. Bo'libmi Turkiyada bilasizlar. Turkiya bilan Jungoning iqtisodiy savdo aloqasida Uyg'urlar muhim o'rinda turadi. Ammo shu
şunun o'xshash. Va Uyg'urlar o'zi turayotgan barliq sohibxon davlatlarda asonlik millat, asonlik bir guruh bir shaklda turadi va o'zining kimligini qo'g'dashga tirishadi va shuni boshqalarga anglitishga tirishadi. Shunda bo'lganlik va uningdan boshqa mana hozir ko'ryapmiz, mana shu bir misol, ya'ni butun dunyodagi Uyg'urlar bir-biri bilan aloqa to'rini shakllantirgan va bir-biri bilan aloqalashib turdi. Har xil vositalar orqali, yangi texnika, hamda bularning hammasida nima rol o'ynaydi desak, ya'ni shu internet va yangi texnika Uyg'urlarning diasporasining tez sur'atda tashkillanishiga sabab bo'ldi. Chunki ta 80-yillarga qadar, ya'ni bizlar emas, hozir dunyoga qarasak 80-yillarga qadar, ya'ni internetning rasmiy qo'llanish davriga qadar diaspora shundoq uzun vaqtni talab qiladi. Xuddi armaniylar va nimalarga o'xshash, jongoliklar va yoki yahudiylarning tarixiga o'xshash nurg'un uzun tarixni bosgandan keyin ondan diaspora deb atilishga bo'ladi. Hozir bo'lsa-ning keyin nimishqa unda uzun vaqt ketadi. Chunki u mezgillarda dunyoning bir cheti bilan yana bir cheti va yoki bir davlat bilan yana bir davlatning aloqasini qurishga unda oson emasdi. Hozir bo'lsa internet bilan birdamlik ish. Shuning uchun Uyg'urlar, Tibetlar, Falastinliklar, Kurdlar qatorliq bu yangi ko'chman guruhlari, to'plamlari internetga tayinib, tez suratda bir xalqaro bir aloqa to'g'ri shakllantirdi va yana internetga tayinib turib, o'zining tili, madaniyati va boshqa xarakterlarini saqlashga va uni texnik gullantirishga tirishyapti. Mana shuning uchun Uyg'urlar diaspora shakllantirdi. Hamda bu masala men o'zimning tadqiqot mening doktorlik tadqiqot mudirim bilan masalanga diasporaning aniqlamasi to'g'riliq ikkimizning ko'z qarashi o'xshamaydi. Masalanga turklarni, vatan sirtidagi turklarni men turklar deganimda Turkiyaning turklarini diaspora deb qarayman, lekin mening o'qituvchim diaspora deb qaramaydi mening mudirim. Chunki uning uchun aytganda turk diasporasi bekli murakkab. Sirtdagi turklarning ahvoli, uningda kurdlar va uningda boshqa siyosiy sababdan chiqqanlar va yoki iqtisodiy sababdan chiqqanlar va degandek va uningdan boshqa yana uning qarashicha Turkiy dunyosi, ya'ni turklar sirtdagi Turkiy dunyomi shu turk diasporasiga kirib ketadi uning qarashicha aytganda. Lekin menga unda qarab aytsak, har bir diasporaning o'z oldiga shunday xarakterlar bor. Masalan, Jungo diasporasiga qarasak, bizni undaqda Uyg'urlarni shu bo'yicha aytganda Uyg'urlarning diaspora demay, Jungo diasporasi deb atashga to'g'ri keldi agar shu bo'yicha aytsak. Xuddi kurdlarni, Turkiyadan chiqqan kurdlarni ko'chman turklar qatoriga kirgizganligimiz uchun Turkiya sirtdagi ko'chman turkiyaliklarni Turk diasporasi deb atashga bo'lmaydi degan logika mantiqi bo'yicha aytsak, u chaqda sirtdagi Uyg'urlarni sirtqi ko'chman jongoliklar qatoriga kirib ketadi hamda. Shunga meningcha bo'lganda sirtdagi turklarni faqat Turkiya turklari Turkiya diasporasini shakllantiradi. Hamda diaspora Uyg'urlarning diaspora deb atashning nima ahamiyati bor? Nima atmsak nimaga foydasi hamda? Unda bo'lganda meningcha bo'lganda Uyg'urlarning diaspora deb atashning 3 xil foydasi bor hamda meningcha bo'lganda. Birisiga Uyg'urlarning ko'chman Uyg'urlar, sirtdagi ko'chman Uyg'urlarning xarakterini bilsak, hammasi chet elga Uyg'urlarning hammasi ko'chman emas. Birisiga buni aytganimda, ya'ni nurg'unlari o'quvchi, ya'ni turoqsiz o'quvchilar, ya'ni turoqsiz ko'chmanlar. Turoqsiz ko'chmanlarni normalda turoqsizlarni ko'chman deb atamaymiz hamda. Uning kaynidan yana birisi, lekin diaspora qatoriga kira oladi turoqsiz ko'chmanlar. Bu turoqsiz ko'chmanlar diaspora qatoriga kirgandan keyin bizning Uyg'ur diasporasininki ko'lami zo'raydi va sirtqi qarta birlik kuchini ko'rsata olamiz. Uningdan boshqa
Köçmen Uygurlarning ham siyosiy panachi emas. Buni ko'rib atganingizdak, mutlaq ko'p nurg'unlari mutlaq ko'pchiligi o'quvchi va ilm bilan va yoki savdo bilan sirtda joylashib qolganlar, uning keyin siyosiy panachilarmi nurg'un ko'p qismini egallaydi. Lekin mumkin hammasini siyosiy panachi deb atag'an olmaydi. Shunga Uyg'urlarni bir nom bilan sirtdagi Köçmen Uyg'ur guruhini bir nom bilan atashga to'g'ri kelsa, menimcha diaspora degan atalg'u hammasini undan bir yerga to'play oladi. Uningdan boshqa diaspora atalg'usi shunda bo'lganda diaspora atalg'usi chet ellik barliq Uyg'urlarni o'z ichiga oladi. Uyg'ur diasporasi deganlik sirtdagi barliq kelgan Uyg'ur sirtdagi vatan sirtdagi Uyg'urlarning hammasini o'z ichiga olib ketadi. Ve onun kendinden her xil tür, her xil qarashdagi Uyg'urlarmi shu bir Uyg'ur diasporasi degan sohaga kirib ketalaydi. Chunki diaspora degan so'z siyosiy so'z emas. Ya'ni Uyg'ur diasporasi deb atasak bu bir mo'tadil bir so'z. Onun kendinden agarda panachi deb atagan bo'lsak, bu bir mo'tadil so'z bo'lmay, siyosiy so'z bo'ladi va nurg'un o'quvchilar va Jungo bilan aloqasi bo'lgan Jungo bilan aloqasi bo'lganlar degandeklar, Jungo bilan aloqasi bo'lgan akademisiyalar va yoki iqtisod arboblari bular u sohada o'zlarining kirib kelishini va yoki otilib kelishini xohlamaydi. Shunga diaspora degan so'z butun mayli siz qanday qarashda bo'ling, ya'ni Uyg'ur milliy kimlik haqida qanday qarashda bo'lishingizni qat'iy nazar hammamiz Uyg'ur diasporasi shaklida ichiga kirib ketalaymiz va bu bir diaspora nomi bilan undan keyin Uyg'ur harakatchilariga mu foydasi bo'ladi. Uyg'ur harakatchilari butun shu Uyg'urlarniki mayli siz qanday qarashda bo'lgan Uyg'urlar olsin, hammasi bir Uyg'ur diasporasi degan nomda ular harakat qilib baralaydi ham ularga kuch bera oladi. Endi oxirida nima meyaga chiqarib qo'ygan bu Uyg'ur bu rasm bizningki nimada Fransiyada bir Fransiya davlat akademiyasi bilan ishlagan bir projeti. Bu projeda butun dunyodagi tadqiqotning bir qismi hamda uni to'rdan ko'rib olasizlar. Diaspora Atlas degan nomda butun nimaga haqsiz inglizcha chiqarib etilgan, mana ko'ra olasizlar. Men hamda kendim mana tez so'zlashga tirishdim, odatda tez so'zlayman. Mishada oxirlashtirib